Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek emas, ya'ni birinchi videomni qo'yapman YouTube kanaliga. Sizlar bilan Freddy Dalasa kanali. Xo'sh do'stlar, biz bugungi videomizda birinchi marta YouTube kanal ochdim va endi bu kanalni Dream Liga Soccer 2025 o'yinida futbolchilarni kuchaytirib kontent qilishda davom etaman. Mana birinchi videom esa Ronaldoni kuchaytirish bo'ladi. Uning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bugunda Ronaldoni kuchaytirishga ketdik. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, birinchi albatta fitnessdan boshlaymiz. Chunki tepasidan kamida 300 chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Qolganini esa videoda tezlashtirib olaman. Vaqtlarni olmagan holda o'zingizlar videoni ko'rib baho berib olasizlar. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib qo'yinglar. 50 ta obunachidan keyin yangi futbolchini kuchaytirib albatta videosini chiqaraman. Videoni ko'rishda davom eting. Va bolalar shu yerda oxir kuchaytirgizimiz olmosga ishlatib qo'ydik va Ronaldodan atigi bitta yuz chiqib qoldi. Ko'proq staminaga ketib qoldi deb вообще chotga chiqmadi boru. 299 aklari 100 bo'ldi, faqat staminaga ko'p chiqib qoldi. Bo'lmasam 3 ta 100 chiqardi. Ronaldo kirdi boru. Vo bile onasini emsin. Ha bolalar, endi shunaqa bo'lib qoldi. Endi nima ham qilardi? Endi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar obuna bosmagansizlar, shuning uchun ko'p staminaga tushib qoldi. Agar shu videoda 50 ta like bersanglar, Ronaldoni qaytadan olib kuchaytiraman, 3 ta 100 chiqaraman agar 1000 ta like bo'lsa. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan Freddy Dalasa oldi. Kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Menga obuna juda ham kerak. Endi keyingi videolarda Messini kuchaytirgan videomni chiqaraman. Hozirda uni recover qilib oldim, ya'ni tarixga qayta sotib oldim. Uni ham kuchaytirgan videomni chiqaraman.